xizmat haqlaringni bermayman. Nimaga desalaring? Ertaga mana bu kavlab tashagan yerlaringga qaytadan mardikor olib kelishim kerak. Bu nima deganingiz? Biz ishchala qilganimiz yo'q, pulimizni bering, ketamiz. Senlarni bu ishlaring pul to'lashimga arzimaydi. Yaxshilikcha jo'nab qollaring. Hozir jahlim chiqsa, o'zimga javob bera olmayman. Aka, biz ertalabdan beri nima aytgan bo'lsak, shu ishlarni hammasini binoydek bajarib qo'ydik. Iltimos aka. Ikkalamizga pul juda ham zarur. Hech bo'lmasa, ko'nglingizdan chiqarib bering, biz rozimiz aka. Biz haqqimizni bering. To'lig'icha bering. Bo'lmasa ustingizdan tegishli joyga arz qilaman. Hozir bir urib boshini yorib qo'ymasimdan yo'qol. Qani yo'qol, bor.